Dori moddalari reaksiya berishini birinchi eng ko'p sabablardan bittasi bu polipragmaziyadir. Polipragmaziya nima? Polipragmaziya bir vaqtda o'zida 5 va undan ko'p dorini birgalikda qabul qilish polipragmaziya deyiladi. Turli xil ilmiy xulosalar, ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, ikkita dorini bir vaqtda qabul qilgan vaqtda dori allergiyasi yoki dorini nojo'ya ta'siri xavfi 13% atrofida bo'ladi. 5 ta dorini bir vaqtda qabul qilgan vaqtda dorining nojo'ya ta'siri yoki allergiya xavfi 58% atrofida bo'ladi. 7 ta va undan ortiq dorini bir vaqtda qabul qilganda doridan allergiya xavfi 82% holatda bo'lishi ko'rilgan. Nimaga ko'p dorini qabul qilish, ya'ni polipragmaziya dori allergiya xavfini oshiradi? Birinchidan, organizmga har bitta tushgan dori yot modda, ya'ni yot antigen hisoblanadi. Qancha dori ko'p qabul qilinishi bilan organizmga tushib turgan yot moddalar soni ortib boradi. Bu albatta immun tizimi bilan to'qnashadigan yot moddalar soni ortib borishi natijasida dori allergiya, doridan nojo'ya reaksiyalar xavfini orttirib boradi. Ikkinchi sababi, dorilar bir vaqtda qabul qilganda ma'lum bir dori boshqa dorining ta'sirini kuchaytiradi yoki uni so'rilishini sekinlashtiradi yoki organizmdan chiqib ketishini sekinlashtiradi. Bu ham albatta bitta dori ikkinchi dorini allergiya xavfini oshirishiga sabab bo'ladi. Yana bitta muhim jihatlardan bittasi, organizmda reaktiv metabolitlar ortib boradi. Ya'ni har bitta modda organizmga tushgandan keyin parchalanish jarayonida uni metaboliti hosil bo'ladi. Har bitta metabolit boshqa metabolitlarga qo'shilganda, boshqa dorilarda metaboliti bilan birgalikda dori allergiya xavfini oshirishi va organizmga tushib turgan immun yuklama oshishi hisobiga yanada nojo'ya ta'sirlar kelib chiqishi ortishi mumkin. Polipragmaziya, ya'ni dorini ko'p ichish haqida gapirilganda albatta yosh kattalarda ham aytib borish kerak. Odamning yoshi ortib borishi bilan, keksayib borishi bilan uni organizmidagi jigarda, buyrakda funksional holati o'zgarib boradi. Har bitta organizmdan chiqib turgan moddalarni tezligi, organizmdan chiqarilish tezligi, vaziyati, metabolizmi o'zgaradi. Bu ham dori allergiyasi xavfini oshirib boradi. Yoshi katta odamlar 60-65 yoshdan ortib borgandan keyin turli xil klinik tadqiqotlar xulosasiga ko'ra ko'p dori qabul qilganligi tufayli ularda dori allergiya xavfi ham ortib boradi. Turli xil dorilarni birgalikda qabul qilganda quyidagi dorilar eng ko'p reaksiya beradi. Birinchisi bu albatta antibiotiklar, xususan beta-laktam halqa saqlovchi antibiotiklar. Keyingisi nosteroid og'riq qoldiruvchi vositalar, ya'ni og'riq qoldiruvchi va isitma tushiruvchi preparatlar. Keyingisi rentgen kontrast moddalar. To'rtinchisi antikonvulsantlar, ya'ni talvasaga, sudurga qarshi ishlatiladigan dorilar. Beshinchisi albatta biologik preparatlar yoki onkologiyada ishlatiladigan preparatlar hisoblanadi.